Bugungi o'tadigan narsamiz input bo'ladi. Mana input. Biz data type'larni ichiga yana bitta data type yozishimiz mumkin. Yana narsa o'zgarishini yana qo'shimcha narsa yana yozishimiz mumkin. Masalan, mana bizda biz o'zgaruvchi beryapmiz, unga type beryapmiz, u qaysi klassga kirishini beryapmiz va bizga bu yerga input kirityapmiz va 56. Masalan, input mana avtomatik bu yerda type'dan keyin yo inputdan oldin biz va qanday klassligini aytib qo'ymasak, bu avtomatik bizga bir string berib o'tishini aytib ketyapti. Hech qanday o'sha haligi narsa berganimiz yo'q. Klass o'shaning uchun nimadir kirgizishimizni so'raydi. Bu 56 va birinchi qilib hashni chiqarib olyapmiz. Bunisini keyin ko'ramiz. Qilamiz va mana bizga 56 ga bir narsa kirilyapti. Masalan, son. Mana bu yerda bizga son chiqarib berdi. Mana class string chiqarib aytganimdek, mana inputdan oldin data class bermasak, uni yozib ketmasak, bu avtomatik bizda string olyapti. Masalan, buni keyin tekshirib ko'ramiz. Klasslarga masalan int son qilamiz va mana bu yerga bizga son degan narsa kirityapti. Masalan, 45. Masalan, biz mana klassimiz va klass bu intga tekshiryapti. Sanasi 45. Ko'rganimizdek, mana aytganimdek bu yerga biz int degan o'zgaruvchi data type berdik va albatta bizda data type'lar 4 xil bo'ladi. String, int, float va bool bo'ladi. Int bu butun son, string esa matn, oddiy so'z va float esa kasrli son va bool esa true, false kerakda to'g'ri yoki to'g'ri degan qiymatlarni tekshirish uchun taqqoslash uchun narsa berar edi. Va mana bu yerda klassni qanday bo'layotgan bo'lsak, o'shanda bu yerda biz type'ini yozib qo'yapmiz. Bu yerda qiymatlar berishdan oldin va bizga mana klassni int deb aytib ketyapti. Menimcha inputni tushunib oldik deb umid qilaman.